Devoringiz xuddi mana shunday holatga kelgunicha nech pul ketadi deb o'ylaysiz? Hech qancha pul ketmaydi, ishonasizmi? Hech qancha pul ketmaydi. Assalomu alaykum, biz uzoqni kuzattirgan yaqinlarimiz. Ishdagilar charchamay ishlayapsizlarmi? Damdagilar yaxshi dam olyapsizlarmi? Men sizlar uchun hozir vodiyga, ya'ni Qo'qonga kelganman. Tashqi va ichki fasadni universalni qiladigan ustakalarimiz oldiga kelganman. Narxini boshidan qiziqtirmaydi, narxini boshidan aytib o'taman. Qimmat emas, arzon emas. Sizni cho'ntagingizda qancha pul bo'ladigan bo'lsa, cho'ntagingizdagi pulingiz yetadigan darajada fasad qilib berishar ekan. Ishonasizmi? Universal ustalar. Ko'p gapirmayman. Videoni boshidan bir dona like bosib, podдержка qilib yuboring. Men sizga hozir to'liq ma'lumotini beraman. Xo'p, yaqinlarimiz, bu ko'rib turgan narsangiz gipki kamin emas, travertin ham emas, fasadni plitka ham emas. Hozir to'liq ma'lumotini ustakamiz o'zlari, ya'ni meni ustozim Dadaxon aka berishadi. Assalomu alaykum, ustoz. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Tuzumsiz? Charchamasdan o'lyapsizlarmi? Shukr, kelyapsizmi? Ha, rahmat. Yangiliklarni zo'rlanib qo'yibsizlar, xudo xolasa. Xudo xolasa, gipki klinikimiz bo'ladi. 2 qavat bo'ladi, ha? Двойной bo'ladi bunimiz. Qarang. Bunimizni mana rangi o'zi oppoq. Tabiiy. Tabiiy tosh. Mana qoralari ham o'zi tabiiy qora tosh. To'chki. Bu 100 yilmi, 200 yilmi o'lganingizda ham rangi o'zgarmaydi hech qachon. Rangi o'chib ketdi, sarg'ayib ketdi, u bo'ldi. To'kilib ketdi degan narsa bo'lmaydi, xudo xolasa. Xudo xolasa, yomg'ir sochinga bardoshli. Bu yuraverasiz, bemalol. Bunimizda afzalligi endi двойной bo'ladi. Bu ham o'zida qora bo'ladi, ustida отдельный mana bo'rtib chiqadi, shunday shikaturka qilingan devorga yopishtiriladi. Yopishtiriladi kley bilan. Shuni yopishtiriladi, bu yoniga qo'yiladi. Mana qarang, o'ta yopishtirilyapti. Bu qora joylariga xuddi so'ylari qo'yiladi. Shu bilan devorimiz mashq holatga keladi mana. Stiklari ko'ringani yo'q, bilingani yo'q. Mana yaqinlarimiz tekshirib video selay bo'ladi. Mana bitta stik qayerda bo'ladi? Mana shunday maytda ketdimi, o'sha yoqib ketdimi? Maytda 1 sm stik bo'ladi bo'lsa, bu ham bilingan yo'q mana. Shu joyga bitta ko'rsatib o'rayda hozir. Stik haqida gap ketganda ustaga hormang. Mana hozir bittadan yopishtirib chiqyaptilar. Mana shu orasiga bittadan kesib yopishtirib chiqiladi, stigi yopilib ketadi shunda. Yaqinlarimiz. Xo'p, bu gipki kaminga o'xshab bitta yopishtirilmaydi, list bo'lib yopishtiriladi. Xudo yopishtirganda mana 0.6 kvadrat 58 bo'ladi. Shuni yopishtiriladi. Mana ular qo'yiladi shu bilan. Buni rangi farqi yo'q. Aytilgan, istalgan rangni qilib beraveramiz, xudo xolasa. Shofi desa, shofini boshqa rang, ustidagi rangni boshqa qilib beraveramiz. Rangi cheksiz, xudo xolasa. Cheksiz, xudo xolasa. Ajoyib. Baytda shunaqa zakaz qo'ygan. Ajoyib. Holatda qilinyapti, bu rangi o'zgarmaydi. 100% mana tabiiy. Xo'p, devorimiz qanaqa holatda bo'lishi kerak buni qilish uchun? Devorimiz shikaturka qilingan holatda bo'lsa, idealni ish chiqadi. Buni ko'ring. Shikaturka bo'lgan bo'lishi kerak, qumshoq bo'lgan bo'lishi kerak. Agarda rang berib emulsiya bo'lgan bo'lsa-chi aka? Xo'p, mana qanday devor bo'ladigan bo'lsa, mana emulsiya qilingan, rang berilgan, buni shilib tashlab turib, kafelkili tortiladi. Bir sloy kafelkili tortiladi, shundan keyin shuni yopishtirilaveradi. Yopishtiriladi ustidan. Bunda ham shu effektni berib chiroyli chiqadi. Noli chiqariladi. Kilaylarini, materiallarni o'zingizdan olib kelasizlar, xudo xolasa. Hamma yo'qni o'zimiz olib kelamiz. Uyda egasi ovora bo'lmaydi, o'sha xudo xolasa. Bunaqangi les olib kelib beradi, bo'ldi. Qolgan narsa o'zimizdan bo'ladi. Xo'p, yaqinlarimiz qiladigan rasxodlaring, ustalarning oyog'ini tagiga lesasini olib berasiz, qorin to'qlaysiz. Xudo xolasa qolgan hamma narsasini o'zimiz olib kelishamiz, deyapti akalarimiz. Xo'p, devorda aytdik, qumshoq bo'lgan bo'lish kerak. Agarda emulsiya bo'lgan bo'lsa, kafelniklar tortib yopishtirsa bo'laverar ekan. Xudo xolasa yaqinlarimiz, garantiyalarini nima deymiz aka? Endi garantiyasi mana shu shikaturka to'kilib tushguncha turaveradi, xudo xolasa. Xudo xolasa. 15 yil, 20 yil. Devorda sho'r bo'lmasa bo'ldi. Sho'r bo'lsa, lekin sho'r davosi yo'q. Unga javob bermaymiz sho'rga. To'g'ri. Sho'r bo'lmasa, lekin mana shu shikaturka to'kilguncha turaveradi, xudo xolasa. Bundan tashqari mana gipki kaminlarimiz bor, termopanellarimiz bor, bu gipki klinkerimiz bor. Kimga qanaqa bo'lsa, aloqaga chiqishaversin, bemalol qilib beramiz. Videoni boshida. Xo'p, videoni boshida aytib o'tganimizdek, yaqinlarimiz pulingizga qarab, mablag'ingizga qarab, xo'p, gipki kamin, gipki klinker, termopanel, xudo xolasa O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Butun O'zbekiston bo'ylab Qirg'iziston, Qozog'istonga dastavkamiz bor, Tojikistonga. Tojikistonga. Narxlari plus-minus o'ynaydi shunda.
dastavka kargo puli qo'shilib qoladi xolos shunda. Shunaqa. Usta puli, material puli umuman qo'shilmaydi xudo xolasa. Kargosi minadi. Bu ham ko'p bas. 4 sent, 5 sent qo'shiladi 1 kvadrat. 1 kvadrat. 1 kilosiga. Kilosiga. Ha, kilosiga 4 sent, 5 sent qo'shiladi xolos. Xo'p, endi buni aka O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz dedik, chet davlatga ham xizmat ko'rsatamiz dedik. Narxi qiziq, mullajiringa qiziq. Xo'p, mana buni narxi hozirgi kunda mana 120 ming so'mdan mana shu yerda qilinyapti. Mana shu joyda qilib beryapmiz. Mana hozir les olib kelib berishdi. Shika Turkiyada tayyor. Yon boshini ko'rsatingda Shika Turkiyani. Shika Turkiyani, aha. Ha. Tayyor qumshoq holatda edi. Ha, shu. Qumshoq holatda bo'lsa kafilliklar tortish shart emas. Ha, qumshoqda edi. Hamma yo'lni o'zimiz olib keldik, 120 ming so'mdan bitirib berib ketyapmiz. 120 ming so'mdan bitishi. 4 dona les olib kelib berdi uyda egasi. Uyda egasi 4 dona les olib kelib berdi. Ha, ertalab boshladik, mana 32 kvadrat ko'chamiz o'zi. Xudo xolasa tugatib. Ichkarida ob'yomlarimiz bor, 70-80 kvadrat. Ichkari ham mana qumshoq holatda ekan yaqinlarimiz. Tayyor deb ol ekan. Xudo xolasa ichkarini ham chiroyli qilib bitirib berishadi. Ha, bugun mana 35 kvadratda urib tugatib, cho'zilib ketdi, u bo'ldi, bu bo'ldi degan gap bo'lmaydi. Ha, mana. Xudo xolasa. 2 kishi bir kunda mana 30-35 kvadratda bemalol kelinadi. Urib Kelinadi. Bomdoddan o'sha xuftongacha tars ish qilinadi, bitirib ketiladi. Qiladigan rasxodingiz ustalarning oyog'ini tagiga lesasini olib berasiz, qorin to'qlaysiz. Agar uzoqdan masofadan kelishadigan bo'lsa, yotar joy bilan ta'minlaysiz. Xo'p, pastga bilan qo'yamiz. Aka, narxini nima dedik, narxini? Narxi buni 120 ming so'mdan dipga klinkerlarimiz bor. 120 ming so'm. Hamma yo'g'i ichida bo'ladi. Aha. Xo'p, gipki kamellarimiz aslovni 90 ming so'mdan boshlanadi. Endi termo panellarimiz bor. Bularning narxi 200 minggacha 1 kvadrat metr bitadi. Men hozir bitishini gapiryapman. Bitishini gapiryapsiz. O'zini narxi gipki kamelimiz 45 ming so'm. Gipki klinkerimiz 80 ming so'm, termo panelimiz 90 mingdan 110 minggacha qalin yupqaligiga qarab. Orqasida po'kaygi. Aha. 4li, 5li, 3li bo'lib. Bu orqasida po'kaygi bo'lsa, 3li po'kay bo'lsa, 90 ming so'm, 4li po'kay bo'lsa 100 ming so'm, 5li po'kay bo'lsa 110 ming so'm. 110 ming so'm. 5li po'kay holatda klinkerni o'zi 80 ming. Ya'ni aka, oydinlik kirib ketaylik. Termopanel qanaqa devorga bo'ladi endi aka? Endi bo'y devorga ketaveradi termopanel. Mana unga ham ketaveradi, unga ham ketaveradi termopanel. Shuvoq bo'lgan devorga ham, bo'lmaganga ham, paxsaga ham ketaveradi. Shilaka blokka ham ketaveradi mana shu devorlarga. Termopanel hamma yoqqa ketaveradi. Hamma yoqqa ketaveradi. Tanlamaydi u. Lekin gipki klinker bilan gipki kamenga devor tanlaydi. Devor tanlaydi. Bo'lsa maqsadga muvofiq bo'ladi. Ajoyib. Xo'p, endi aka, loyshvoq devorlarga bo'laveradimi aka? Loyshvoqqa kafelkiga tortib, tekislanib, serpiankamiz bor. Serpianka qo'yiladi, loyshvoq bo'lsa, keyin ustidan kafelkiga tortib tekislanadi, keyin yopishtiriladi. Yo'q, keyin yopishtiriladi. Xo'p, endi buni ustunligini aytadigan bo'lsak, yaqinlarimiz mo'yshi bo'ladi. Suv bilan, karcher bilan bemalol yuvish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yomg'irga, sochinga bardoshli. Xudo xolasa quyoshlarda rangini o'zgartirmaydi. Bu o'zi tabiiy tosh o'zgartirmaydi, 100% garantiya. Tabiiy tosh bo'lganligi uchun hech qanday pigment aralashtirilmagan, ko'rib turibsiz. Rang aralashtirilmagan. Yaqinlarimiz tabiiy toshdan bo'lganligi uchun Xudo xolasa necha yil garantiya beryapsiz aka? Xudo xolasa 15 yil garantiya beryapmiz. 15 yil garantiya beryapmiz. Undag'iga ham turadi. Endi o'zimizni nima bo'lishimizni bilmaymiz. To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Qandan keyin 5 yildan keyin nima bo'ladi? To'ppa-to'g'ri. To'ppa-to'g'ri. Akalarimiz manzillari Farg'ona shahar, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi yaqinlar. Pastga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Katalog tashib beraversizlar Xudo xolasa. Ha, Xudo xolasa katalogga tashib beramiz. Tanlashadi, bizga video jo'natishadi, videoga olib, unga qarab borib o'lchab, hisob-kitob qilishlari besplatniy bo'ladi. Ya'ni borib obyektni o'lchab, xo'p, kvadraturasini chiqarib, yuzi past balandligiga qarab maslahat ham beriladi. Qaysi fason to'g'ri keladi, qaysi fason to'g'ri kelmaydi. Konsultatsiya beramiz. Bu xizmatlarning hammasi bepul bo'ladi, yaqinlarimiz. Xo'p, pastga nomerlarni qoldiramiz. Xudo xolasa hech qanday savollar qolib ketmadi, ha? Xudo xolasa savol bo'lsa telefon qilsin. Telefon qilsin. Tushuntiramiz. Yoki-da kommentariyaga yozishsin, ha? Xudo xolasa to'liq ma'lumotni beramiz. Xo'p, manzil Farg'ona shahar. Akalarimizga aloqaga chiqarasizlar, O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatishadi. Shu joygacha, ko'rdingiz, bir dona like bosing, qaysidir insonni uylari chiroyli bo'lib bitishiga sababchi bo'lib qoladi. Albatta har bitta kuzatuvchimizni, har bitta bosgan laykelaringni
iloyim qo'llaring pachka dollarlarni sanasin. Biz doim xizmatingizdamiz, aloqadamiz. Akamiz ham xizmatingizda. Faqat like bosinglar. Rahmat.